Tasavvur qiling, ushbu avtomobilda siz erta tongda uyingizdan chiqib, Dubayning eng asosiy katta ko'chasi Shayx Zayd bo'ylab ishga ketyapsiz. Uyingizning yonida esa Dubayning asosiy metro liniyasi o'tgan. Mana bu yoqdagi yashillikka e'tibor bering. Juda go'zal, juda chiroyli. Ushbu bino o'ta zamonaviy. Dubayda qurilish shu darajaga yetyaptiki, binolar bulutlarni o'paman deyapti o'rtoqlar. Bu yoqdagi shart-sharoitlarga e'tibor bering. Mana bu yoqda pastki qavatida savdo markazi joylashgan. Mana bu yoqda esa bolalar uchun alohida o'yingohlar mavjud. Mana ko'rishingiz mumkin. Sport maydonlari, o'yingohlar, hamma yashash uchun nima kerak bo'lsa deyarli hammasi bu yerda mujassam o'rtoqlar. Bu yerda yashash haqiqiy orzu. Faqatgina yaxshi niyat qilganlar o'rtoqlar, videoga like bosing, Alloh sizga kamida mana shunaqa joylardan uy olish nasib qilsin. Bu yerda boshlang'ich narxlar 550 ming dollardan boshlanadi. Batafsil ma'lumot olish uchun hozirroq bizga murojaat qiling.